Uchinchi uchinchi round. Aynan bu raundga avtorski sound. Qofiyasizmi? Yaxshilab boqing. Qanday punch deysan, tegmasa o'qing. Farosatingizni changini qoqing. Eplolmasangiz borib kitoblar o'qing. Ertaklar to'qing, masallar to'qing. Bu qofiyani termada opoqing. Qofiyaga men tupurganmishman, hayotga mutanosib bo'l deganmishman. Battle dedingmi? Munosib bo'l. Xatya bu 10% mutanosib bo'l. Daminor xatya emas, hayotda bo'qidi. Buchim-uchmasan hayot deb cho'qidi. Yana men aqlsiz efendan ma'lummish, asos yo'q tushunamiz har kim har xil turmush. To'qinli aqlsiz biz ekanmizmi? IQsi eng baland siz ekansizmi? Xulosaga shoshmaydi biz tomon jamiyat, balki siz tomon boshqacha vaziyat. Ikki kimyoni matninga qo'shsang, aqlli bo'lib qolish degani emas bu. Yo juda yoshsan, yo juda bo'shsan, raqib emas uyg'onsan, eslanmas tushsan. Siz o'zingizni nazaringizda olmossiz, bir qarashda qurt kemirgan olmasiz. Tushunarsiz Neptun degan olamsiz. Hay, mayli o'zingizga olmassiz. Yo'qida siz balki shunchaki ommisiz, yuqori bilim to'po'likda olimsiz. Qiziqarsiz, ko'z ilg'amas omilsiz, xayol parast ikki yuzlamachi omadsiz. Qatoringdagi pozitsiyangni himoya qil, minorniki. Hatya bu o'qishda hayot deb o'qildi. Bu xato ham minorniki. Shu qatorda ne qofiya yo'q degan savol ham minorniki. Oy Sulaymon, bitta savol, qanday ekan? Minorniki. Menga otilizmi buzib tashing, bo'lmasa ayamay mayib etaman. Sizda kalla oqar daryo bo'lib kelsa, indamay ketimni chayib ketaman. Birovni gapini panch qilib olarmish, gapimni mag'zini chaqdib borarmish. To'plab kel naxuy qurol yo aslaha, keyingi partiya san uchun maslahat. Manda ma'nosiz ekan she'rlar emish baqirish. Esla danat va she'rda kimdan chiqdi chaqirish. Hammang eslab qoldi ya, Nizifda chinqirgan. Dabdurustdan sanmasmi 100 ming tashlab qichqirgan. Danaga ham bo'lmagan gapni mag'zini chaq deysan. Yozganingga o'zing mas dovdir panch deb xalq desin. Yozgan 8 qatoringda 2 bor arobidan. Qofiya keltirgansan 2 bor alovidan. Xo'sh endi kim qo'lida qofiya chirillagan? San chaqirding, men keldim, etigim bilchillagan. Ma'nosiga tushunmasang oyog'imga yopishma, qatl qilaman debsan, qassob bilan olishma. Bilasanmi ongsizlik bilan ajrallar hayvon. Bir gaping boshqasiga to'g'ri kelsin Sulaymon. Men tanigan Sulaymon hayvonlarni tushungan. Senga odam gapiryapti, bir aytganda tushungan. Menda bo'lsa ixtiyor, qoldirmasin bir nodon. Shunda hamma baxtiyor, shunda hamma shodmon. Eslab qol, manmanlarni safari juda qisqa. Undan ko'ra e'tibor bergan Xudo bergan rizqqa. Kuni kelib tushkunlikda xatolaringni xushlab, dod solasan, afsuslanasan yostig'ingni ushlab. Balkida ko'zing namlanib fikrlashda tezlaysan. Hayot ko'z yoshga ishonmas degan gapni eslaysan. Unutma, hech bir odam o'zini yomon demaydi. Nohaqligini tushunsa ham adolat tomon kelmaydi. Inson qanaqaligini qilmishi aytar deyshar. Qara qilmishlaring seni yaxshi deya oqlamaydi. Anglashni boshla, qilmishing taroziga qo'yib. Bir deganda yo'q bo'lasan, taqdir boshlasa o'yin. Ijodingni menga qarab cho'loqlantirding qoyil. Internet axlat xonasi shu ijodingni joyi.